Bugungi bemorimiz 2007-yil kelinchak, juvon. Mana bu ko'p kamerali tuxumdonni obrazovaniyasi bilan amaliyotga ketyaptilar. Analizidan bu bemorni 2 yil ilgari chap tomonlama tubovarektomiya bajarilgan kista yorilishi bilan. Bunga amaliyotdan histologik javob yo'q. Shu sababli hozir biz juda ham katta risk bilan tuxumdon obrazovaniyasini olib tashlash, tezkor interoperatsion histologiya o'tkazish bilan a'zo saqlovchi amaliyot bajarishimiz mumkin. Don't hide your disappointment. There's fear in your eyes. There's fear in your. Hozir juda ham xursand bo'lib chiqdim. Bu qizchamizda xavfli o'sma interoperatsion histologiyada chiqmadi. Xudoga shukr. Qizchamizga turbalari ham o'tkazuvchanligi yaxshi va ikkala tuxumdonlari ham oldingi operatsiyada ham tuxumdon qoldirilgan ekan, turba ham qoldirilgan ekan. Operatsion topilma bo'ldi bu va bu operatsiyada ham turbalarini ham o'tkazuvchanligi bor va tuxumdondan ham kerakli qismi qoldi, yaxshi qismi.